141 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Inna nuhina an tura avratuna. Bizga avratimizni birsiga ko'rsatish manhi qilingan. İslam dinida har bir inson o'zining avratini boshqalar ko'zidan saqlashi lozim. Er kishining avrati bo'lsa, kindigi bilan tizining orasidagi badinidir. Ayol kishining avrati bo'lsa, ikki turlik bo'ladi. Birinchisi dodisidan buvisidan, akisidan inisidan, cho'ng dodi kichik dodilaridan, ballari bilan navarlaridan ve başka musulmon ayollarning oldida yo'shiradigan avrati bo'lsa, o ayol kishining murisi bilan tizining orasidagi avratidir. İkinci türü bo'lsa, yuqorqi tizimning qatoriga kirmagan ayollardan yo'shiradigan avratdir. U bo'lsa, yuzi bilan qo'llaridan boshqa butkul teni avrat deb hisoblanadi.